Bu videoda Minecraftdagi top 5 ta texnikani ko'rib chiqamiz. Bu texnikalar kerak bo'lsa Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bizlar birinchi texnika bu robot texnikasi. Ikki xil xususiyati bor. Birinchisi yuradi, ikkinchisi otadi. Mana bitada otadi. Xo'sh, birinchi biz buni yurishi uchun bu mana qurilishini ko'rib olinglar. Xo'sh, birinchi biz yurishi uchun buni basharaga qo'yishimiz kerak. Bu o'zi yurib ketaveradi. O'tirolmadim. Biz shunaqa yurib ketaveradi. Mana otadi, o'q otadi. Va bu yurib ketaveradi o'q tugaguncha. O'q tugaguncha emas. O'zi to'xtatmaguncha yurib ketaveradi. Mana hozir o'tirib olamizda. O'tirib turmayapti. O'zingizlarga moslashtirib olasizlar. Xo'sh, keyingi texnikaga o'tamiz. Keyingi texnikamiz bu samolyot texnikasi. Bunda ham ikki xil xususiyati bor. Xo'sh, buni haydash uchun mana qizil redstronini olib tashlash kerak. O'shandan keyin yurib ketadi. Xo'sh, men bilan ichida anaqasi yo'q. Otadigan fakchalar yo'q. Xo'sh, buni qo'yib chiqamiz hozir. Bo'ldi, qo'yib chiqib bo'ldim. Xullas, hozir yurg'izamiz. Ya'ni uchiramiz va eng qiziq joyi mana pastiga nimaga qo'ydim bilmayman. Shunga qiziqaman. Xo'sh, unda biz yurishni boshlaymiz. Bunda tro'siga ham ketaveradi. 1 2 3 ketdi. Pastiga nimaga kerak bu narsa bo'ldi? Biz chiqib o'tib olamiz. Bo'ldi. Все. Mana biz ketyapmiz samolyotga uchib va tugadi mana o'qi. Shu qoldim. Keyingi texnika bu mashina. Ko'pchiligiga kerak bo'lgan bu texnika, ya'ni mashina oddiy qurilgan. Buni o'zim qurdim. Buni ko'rib olishinglar mumkin qanaqa qilib qurilgan. Buni yurilishi ham oddiy harakat qilish kerak. Shunchaki maktab turib, ustiga bitta qo'ysanglar, voy uchirib yubordi. Qolib ketadi. Xo'sh, biz oldinga turib olamiz, senga uchirib yubordi. Xo'sh, buni ham yurishsa ham o'tirsa bo'ladi. Bu yoqqa. Xo'sh, shuni ketaverasiz. Xo'sh, mana sizlar qanaqa baho berasizlar, bilmadim-ku. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz keyingi texnikaga o'tamiz. Keyingi texnika bu sizlar umuman yasolmaydigan texnika. Yasasanglar bo'ladi, lekin вообще qiyin. Xo'sh, buni ko'rasizlar qancha tinata qo'yilgan. Bu texnika pilomot. Adashmadim, pilomot. Hozir sizlarga otib ko'rsataman, bu вообще zo'r otadi. Xo'sh, bunda bosaman, qaranglar. Tugma bitchasi bo'ldi. Bunda bosam. Bo'ldi, ketdi mana. Qaranglar. Voy, morot. Voho, ko'rdinglarmi? Qancha joyi yo'q qildi bu. Hali ham yo'q qildi. Ko'rdinglarmi? Qancha joyi yo'q qildi mana shu oddiygina pilomot. Pilomot emas, tinata otadigan qurilma. Xo'sh, obunachilar, bu texnika sizlarga kerak bo'lsa, men bitta ilovadan olganman buni. Kerak bo'lsa Telegram kanalimga o'tasizlar. Telegram kanalimda shularning hammasini tashlab qo'yganman. Ya'ni bitta ilovadan topasizlar mana shuni hammasini. Boshqa narsalar ham bor, o'sha ilovada topasizlar. Короче, shunaqa. Yana bir marta otib ko'raman, qaranglar. Bu menga вообще qiziq va eng zo'ri mana shu deb o'ylayman. Tez otib yordi lekin o'rganibchi. Kanal ochib yordi, xullas, kanal ochib yordi. Buni suv qo'ysanglar kanal bo'lib ketadi. Ko'rdinglar qanaqa ishlashini va вообще zo'r, tinata otadigan qurilma. Keyingi va oxirgi texnika bu lift. Agar sizlarning uyingizda 2 qavat bo'lsa Minecraftda bu texnikadan foydalaninglar. Bu juda ham oddiy ishlangan. Desam adashaman, bu вообще zo'r. Nima bu? Karchi bunga ahamiyat bermaysizlar-da. Bu oddiy narsa bu. Bak, to'g'risi. Xo'sh, biz buni ishlatib ko'ramiz. Bu oddiy, o'ylay kirganinglar uchun tepaga qarasanglar. Tersi bor. Karchi bosamiz. Bosishim yopiladi eshik va tepaga ko'taradi sizlarni avtomatik
va bu eshik ham ochiladi va wow manzaralarni qaranglar deb turasizlar. Va yana pastga shuni tushasizlar. Mana eshik yopiladi va pastga sразу tushasizlar va yana eshik sip-sim ochilib qoladi. Xo'sh, obunachilar, bu texnikani men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Mana buyoqqa bitta ilovada bor. Xo'sh, bo'ldi. Xo'sh, obunachilar, mana texnika, ya'ni top 5 ta texnika tugadi. Obunachilar, video yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar va obuna bo'linglar. Texnikani qatdan olaman desanglar, men buni Telegram kanalimga bitta ilova tashlab qo'yganman. O'sha ilovaning ichida texnikalar bor. O'sha texnikalarni qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Hamma meni kirib ketishadi. Xolos, videomiz nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan men Fister bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.